Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'sha yana Harmen bugun F2 ga yana yangi o'yinchilar keldi. Seriya draftlar keldi. U yerda hozir sizlarga Van Basten, Modric, Lionel Messi, Di Marco, Barzagli yildizi, Mistominay, Evander va juda ko'plab o'yinchilar kelgan. Men hozir o'sha ashlarga draft otib ko'raman qani kim tushar ekan. Bismillah aytib ketdi. Birinchi pakdan yurib ketdi. Hop, Germaniya kam qanaqadir klub 115 Muller. Hop, boshqa yana ketdik. 195 yurib ketdi. Qani kim tushdi ekan? Argentina. Nahotki Messi? Lionel Messi do'stlar. Oy do'stlar, Lionel Messi. Bittali pakdan ikkinchi pakdan Lionel Messi. Qaranglar do'stlar, qanaqa omad. 5 ga 5 oyoq, 151 pasi, shottingi 144, passingi 144, driblingi 150. Qanaqa do'stlar, qanaqa omad. Hozir Muller tushib, endi Lionel Messi tushyapti. Bu qanaqa omad do'stlar? Aytlar, qanaqa? What the fuck? Hozir men hayron qoldim to'g'risi. Qanaqa qilib buni tushib qoldi ekan, hayronman. Mondan yursa hayron qolmasdim. Yurmayapti kanishni hozir. Messi ushadi-ku do'stlar. Ketgan oxirgisi. Qani kim tushadi ekan? Yurmadi. Do'stlar, ko'rdinglar, Lionel Messi'ni tushirdim. Endi hozir buni taktikaga qo'yamiz. Mana men taktikam yangi ochilgan. Shomod bilan Husanov bor. Ana, chotki, hop. Buni minus, buni ham minus. Kim oldingi o'yinni ko'rgan bo'lsa, oldingisi qo'yib kerak ekan. Oldingi o'yinda oldingi Open Pack'ga Pedri churuvdim. Endi buni churdim. Ranko beramiz endi Messiga. Bitta 5 bo'larmi, ikkita 5 bo'larmi ekan? Bitta 5 bo'lar ekan do'stlar. Hozir qaytadan men boshqa harakat qilaman. Ranko yana pak qilishga. Hozir ko'ramiz. Do'stlar, hozir men kim managa keldi. Men hozir buni shartini 3 tasini bajardim. Qani draft otaman. Qani yaxshi ber. Walkout bo'ldi. Demak 116 tushdi menimcha. Niderlandiya Sidem qanaqadir bu klub va 115 Burger tushdi. Yaxshi yomon emas. Hozir video o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan like'ni kutib qolaman. Hammalarga katta rahmat. Sizlar bilan Harmen bo'ldi. Xullas, ha do'stlar.